Pardalaringizni aniq bu usulda hali yuvib ko'rmagansiz. Negativchilarga oldindan aytaman, pardam har 2-3 oyda yuviladi. Rangi o'zi to'q bo'lgani uchun shunaqa kirga o'xshab ko'rinadi. Muzdek suv solib, oq kir sovunda yaxshilab ishqalab yuvib olamiz. Ko'rasizlarmi, do'pposli holati. Bitta joyini yuvib ko'rsatdim. Kir sovunda yarim soatga sovuq suvda ivitib qo'yamiz. Hamma changlari chiqqunicha zashitnikka yuvib olamiz. Zashitnikka poрошок, chistiyamyaga solib 40 gradusda yuvib oldim. Ko'pirishini qaranglar, juda ham toza yuvadi keyin pardani yarim soatdan keyin bitta chayvorib, issiq suvga poрошок, 5 ta kolpachokda чистый отбеливатель, ozgina yog' solamiz. Yog' nimaga deysizmi? Albatta yog' soling, chunki bunaqa natijaga yog'siz erishib bo'lmaydi. 1 soat 2 soatga pardamizni issiq suvda qoldiramiz, keyin kir moshinaga solib yuvib olamiz. Zashitnikim ham yaraqlab ketdi. Poрошок, чистый отбеливатель, 5 ta dona aspirin tabletkasini solib, kir moshinada pardalarimizni yuvib olamiz. Ishoning, aspirin tabletkasi bilan чистый отбеливатель va yog' shunaqa wow effekt beradi sizga. Albatta saqlab olib foydalanib ko'ring va meni blogimga